Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda, jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda, jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda. Uzun ko'ylak jononima, ozor bermasan jonima, chaqirganda kel yonima. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda. Dasturni sportga oid muhim xabar bilan davom ettiramiz. Hanifani qizi. Qarang. Ya qo'ysang shu birovni bolasini onasi. Dadasi, men sizga xalaqit qilayotganim yo'q. Chiqing anu zalda ko'ring shu televizoringizni. Tavba qildim. Ne shunaqasiz? Sen chiqib undan ko'ra zalda o'tirib gaplashgin shu sohibani o'g'li bilan Hanifani qizi haqida. Qo'ying, oyoqda hozir kelin bor. Hammani oldida gaplashib Bu Lobarxonni ham qiladigan ishi yo'qmi deyman-da. Ertaga kechgacha sen bilan sohibani o'g'li bilan Hanifani qizini hayotini afsusdan qiladi. Qo'ying dadasi, aralashmang, men sizga tegmayman, siz menga tegmang. Eshittirmayapsan, Barselona bilan Real o'ynayapti. Gel şu vaqtda gapiryapti, eshittirmayapsan dadasi. Chiqing, anaqda ko'ring dadasi. Bor chiqib sen shu yoqda gaplashgin, men ko'rib o'tiribman. Men hozir guruch tozalayman, oq damlayman. Jiltirib tur eshitolay. Kutib qoldi Lobarxon, gaplash. Xudoyim, menga qarang Lobarxon. Voy, shu erlar bor joyda bir narsani gaplashib bo'ladimi? Tavba qiladigan ish yo'q, faqat men bilan olishadilar. Tavba qildim. Men qiladigan ishlarimni qilib qo'yganman hammasini, tushundingmi? Nima qilgansiz? Nima qilgansiz? Sen men nima qilganlarimni yuzimga solma. Men hozir nima qilganlarimni aytsam, tiling qisilib qoladi, tushundingmi? Yo'q, Xudoyim. Iltimos sendan uyda o'tirib, birovning hayotini muhokama qilmagin. Chunki birovlar ham keyin sening hayotingni xuddi shunaqa uyda o'tirib muhokama qiladi. Voy, meni nimaga muhokama qilar ekan? Kimdan tilim qisiq joyi bor ekan? Dang'illatib to'ylarni qilib qo'ygansiz. Qo'ysangchi dadasi, voy bizani hech kim gapira olmaydi. O'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanov ilk bor Angliya Premyer Ligasining grand jamoasi Manchester Cityga borib qo'shildi. Futbolchimiz va shaharliklar o'rtasida 5 yillik shartnoma imzolandi. Shuningdek, Manchester City jamoasi Husanov uchun Lansga bonuslarni hisobga olgan holda 50 million yevro to'ladi. Abduqodir Husanov yangi jamoasida oyiga 290 ming yevro, yiliga esa 3,5 million yevro maosh oladigan. Ala, mana uni yangilik desa bo'ladi. Qachondan beri kutadik. Ala Abduqodir Husanov aprelga o'tdi. Ay jonim, eting Lobarxon bilan gaplash. Aprelga? Hey, Lobarxon bilan gaplash. Aqlingiz aprelga deydi. Mayga o'tdi, mayga. Ha, jonim. Ular mana g'iybat qiladi-ku, mana kimdir qaqadir ketganmiz bor. 3,5 million yevro oylik olar ekan. 20 yoshli bola. Qara, sen bo'lsa sohibani o'g'li bilan Hanifani qizini hayotini afsusdan o'tiribsan. Oyiga 290 ming yevro oladi deyapti. Eshityapsanmi? 20 yoshli bola. 25 ga kirgan bo'bla bo'lmang, alam yuribdi. Idish tovoq yo'q. Voy qoyili dadasi. 10 qara. O'g'lingizni Kuniga 10 ming yevro. O'g'limizni pitbolga bersak bo'lar ekan-a. Ash paytda men bermayin deb buni o'pkasi ishib ketadi. Xudoga shukr tanolar ekansan-a. Xudojon. O'pkasi ishib ketadi, o'pkasi ishib ketadi. Mana, o'pkasini qovog'aricha qo'ygan bir joyda o'tira olmaydi. Xudoyim. Futbolchi Abduqodir Husanov. Men bozorga borib kelaman. Nega dadasi? Sen Lobarxon bilan bemalol gaplashib ol shunga. Ha, mayli. Yaxshi borib keling, tez kelarsiz-a? Men osh damlaymiz. Menga qarang, ketdim. Ha, kelaman. Nima qilaman dedim, ha, bozorga borib kelishim. Onasi! Hey, onasi! Ha! Yana Lobar bilan gaplashib o'tiribsanmi telefonda? Kutganni olib kel, bozorga borib kelay deyapman. Hozir, shoshmang. Baqirmang, odasi. Namuncha asabiylashasiz, tavba qiling. Endi asabiylashaman, 20 yoshli bola yiliga falon million dollar topib tursa, men mana 50 ga kirib mana ahvol bo'lsam asabiylashaman-da keyin. Bo'lsin, qo'ying dadasi. Endi shu Abduqodir oyligi bir bo'ldi, sizni asabingiz bir bo'ldi-da. Nima qilasiz shunga ahamiyat bermang. Bo'ldi. Bozorga ketyapman, nima olay? Mana qarang otajonisi. Shundoq kartoshka olib. Kartoshka, piyoz, lavlagi, sabzi. Nima? Qolgan telefonda aytsam bo'ladimi? Farosat ham olaman ozgina. Farosat nimaga kerak? Cho'ti uyimizda oxirgi paytlar yo'qqa o'xshayapti-da shunga. Voy jonim bo'lsin, to'ppelariga jonim, mo'ylovlariga. Yana qaytib kelsam dunyoga. Oy, ovozlari
yana seni degan bo'lardi. Sizdan zo'r artist chiqardi, jonim bo'lsin. Ey! Adasi, ana ko'chalarda ham mana shunaqa ashula aytib yubormang, iltimos jiddiyroq yuring. Ana qudagingizni qarang, jiddiy bo'lib nima qilib, yaxshimi? Ya qudayni jiddiyligi meni jiddiyligim oldida borib bachkana. Kapika, mendaqa jiddiysi yo'q. Endi mahalla qo'mitasi raisi salmda, "Hey, nima bo'lyapti?" deb turadi. Men ham mana qilib yuraversam, mahalla qo'mitasida bor yo'qligim bilinmay qoladi-yu. Yo'q, mahalla qo'mitasi mayli, uyda ham mahalla qo'mitasi bo'lib ketyapti-da. Ovoz Bo'pti. kelinlar. Menga qudayni jiddiyligini gapirmagin. Baqirib gapirmang, jonim bo'lsin. O'zimni do'mbog'im. Bora qoling, assalam. Yana qaytib kelsam dunyoga. Voy, ovozlaridan Lobar kutib qoldi telefonda, boring. Xo'p, adasi yaxshi borib keling. Xo'p. Voy mohi. Onasini mahallasidagi yamasidan o'rgildim bu. Mohi. Damini chiqarding-u balonni. Ko'chamizda bir qiz bormish. Hech kim yo'q yamadan boshqa bu ko'chada. Kimga qilay endi hozir bu pajarniga qilaymiz, skoriga qilay, kimga hozir? MCSga qilamiz, MCS. Wow, MCS deb sahar aytib qo'ydi-ku mohiyni. Haqiqiy MCS nechida endi hozir topish kerak, MCSingdan sana. O'shal damlar. Yami bor ekan, ehtiyot bo'l. Ye? Qudami? Ular ham tushib bo'lmaydi-da, bular. Assalomu alaykum. Ya quda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men yo'q, damizam tushib ketibdi-yu. Bunaqa chuqur ko'chalarda yurganiga damizam chiqib ketadi. Ey, nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Ya quda yedi suda. Balonni damini chiqazib yuboribsiz. Mana shunaqa bo'lib qoldi endi. Qaramay bu yoqqa hech narsa qilmaydi. Bo'ldi. Yaxshiyam men boraman. Shu ko'chada o'zingiz qolib ketardingiz, quda. Ha, siz borsiz, ko'chada qolmaymiz endi. Mana yamaga tushdingizmi? Mashi yamadi, mana mashi. Yama. Katta ekanda o'zi ham yamamsan, yama ekan. Men shunday kelyaptim, shunday chapga olib o'tib ketdim-da. Chapga olishga ustasiz deb. Bo'ldi, balonni yechamdi. Endi qudani ko'chaga tashlab keta olmayman. Ha, endi teshilganda tashlab. Tim bo'li teshilgan paytda tashlab ketdim. Tushunmabdi, vulkanizatsiya bor, bilaman. Shaqqa olib boramiz. Bo'ldi. Buni yetish uchun aniq kerak bo'ladi. Nima edi anu? Damkratmi? Damkrat. Ha, qo'lingizni ko'rib xayol ana bo'ldi. Bu damkrat boshida bagajda bo'ladi, qarang-chi. Hop, buniki bo'ladimi o'zi? Ha, bo'lmasa mana menda bor-da. Oho, ayol quda yo'q ekan xolos-a. Yaxshiyam shu ko'chadan yurganim, qo'shni. Ha. G'alatisiz, biz zapaska olib yurmaysizmi? Bor bo'ling, mana yamab kelamiz, tamom, zapaskaga xotin ruxsat bermagan. Teshikda yursangiz yuring, zapaska olib yurmang deydi. Ha, to'g'ri, lekin ayol quda to'g'ri qiladilar. Chunki hozir zapaskaga qonunlar ruxsat bermaydi. Shu nimasini aytasiz endi? Teshilib qolsa mana. Endi mana bunaqa ahvolda bitta balonda yurganingizga aytaman-da, xalqimizda ajoyib gap bor. To'ti boqsang jib boqqan, biri tursin qafasda, ha ikkinchisi zapasda deydi. Bobladingiz. Lekin bu to'miga to'ti boqisi ham kelmaydi-da. To'ti olib kelay desam hamma yoqni iflostiradi, nima qilasiz deydi. Tushunmagandagi qiyin ekan-da odamga. Ha, mayli. Ha, to't. Yuring, haydang shu kanalizatsiyaga Bo'p, yuring, qarang. Nima gapirdim, to't, qafas, hozir qush bozoriga boramiz demasa bo'ldi bu. Quda mana masjidagina vulkanizatsiya tezda boramiz, hozir damlab beradi, qaytib kelamiz. Yaxshiyam borsiz, Quda, men bo'lmasam damiz chiqib turuvdingiz. Siz MCSdan ham tezsiz.
Yangilikni eshitdingizmi? Qanaqa yangilik? Abduqodir Husanov Manchesterga o'tganini eshitmadingizmi? Yo'q, Ha, Hali Cristiano Ronaldo klubigami, o'shami? Futbolga ham yoraverar ekansiz, qiziqishi. Qanaqasiga Cristiano Ronaldo Manchester United o'ynagan. Bu Manchester Cityga o'tgan. Ha, Manchester City demaysizmi? City deb yotibman. Toshkent City bilan adashtiribman-da. Nima endi? Bu 20 yoshli bola necha pul oylik olishini eshitdingizmi? Qancha oladi? 1 yilda 3,5 million yevro oladi. Oyiga qancha pul topishini bilasizmi bu 20 yoshli bolani? Qancha? 290 ming yevro topadi. Voy, 290 ming. Kuniga qancha pul topishini bilasizmi bu 20 yoshli bolani? Qancha? 10 ming dollar pul topadi. 10 ming? Ma yorilgan ballondan nechta beradi? Shunda bir 100 ta beradimi shu ballondan? Balloningizni qo'ysangiz-chi, mana mashinadan 4 ta beradi. Vobshe katta pul olar ekan-ku, Shu bolalarni futbolga bermagan ekanmiz yoshligimizda. Bu bilan deb yuravergan. Endi menda qiz bo'lsa, endi bilasiz o'zingiz endi. Siz judoga berishingiz kerak. Ana diyora keldi, diyora ham. Qarang, qancha mashinalar oldi. Ha, berish kerak ekan. Sportga beraverish kerak edi ekanda. Ha. Mana siz sartarosh bo'lib, bitta boshni nech pulga olasiz? Bitta boshi 50 ming so'm olaman bitta boshiga. Bunda siz u bolani bir kunlik topadigan pulini topishingiz uchun eng kamida 260 mingta bosh sochini kaltalashingiz kerak. 260 ming? Ha? Biz rayonda ham chiqmaydi. Uncha bosh. Ha, to'g'ri aytasiz, uncha bosh. Endi mana qo'shni rayonlarda qo'shib, endi 260 mingta bosh topganingiz bilan uning orasida ancha-munchasi kal bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ularning ishi yo'q-ku ularga. Kallar ham keladi siz oldingizga. Kallar ham keladi. Kallari oldirsin-da. Nimani oldiradi ular boshda sochi yo'q bo'lsa? Oldiradi. Nima deyapsiz? Mo'ylov bor, soqol bor, oldiradi-ku. Ha, kelib turib, manetdan buyog'iga tegmaysiz. Vashdan pasini olaverasiz deydi, bo'ldi, tamom 50 ming bor. Lekin qarangni mana Abduqodir Husanovni bor, mana 20 yoshli bolani 1 oylik topgan puliga Quda tushing. Ana keldik. Jiya yaxshimisan? Sonlari yaxshimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Quda. Hozir balloningizni shunaqa yamat beraman. Keyin yana yamaga tushsangiz, yama teshiladigan bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Xizmat haqqi qancha bo'ldi yamaga tushdi? Xizmat haqqi qancha bo'ladi jiya? 40 ming bo'ladi amaki lekin. Sal kelishtirsak bo'lmaydimi shuni? Quda? Bo'lmang unaqa past quda. 40 ming so'm deyapti, 40 million deyotgani yo'q-ku, bechara bolani qarang. Sudalash kerak. Hali 20 yoshli Abduqodir Husanov bir kunlik puliga bu bechara bola nechta ballon yemaydi, bilasizmi? Nechta? 340 mingta ballon yemaydi. Kalkulyator bo'lib ketibsiz-da. Meni miyam kalkulyator, o'zim terminatorman. Ehtiyot qil ballonni. Cho'tqib yemagin-da buni. O'zi ham yaxshilab tushiblar yo amaki. Yamaverjan, yaxshi. Yama. Yopilishini qarang, yopilishini qarang. Buni yopla. Xotinni chakagiga shundan qo'yish kerak ekan. Mana shu joylarga, mana shu uylarning o'rniga dom tushamish. Yo'q-a? Ha. Hep bizda mana dom ustiga ham dom tushaveradi. Qanaqasi dom ustiga dom tushadi endi? Abduqodir qurishi mumkin-ku? Yo'q-a? 1 yillik topadigan puliga bitta City quradi. Abduqodir City degan. Zo'r. Tayyor bo'ldi. Ha, tayyormi? Yengilay bo'ldi amaki. Ha, bo'ldi. Qo'yaver. Ortar. Quda. Ha. Shu Abduqodir shu 1 sekundda topadigan pulidan ozgina yetmayapti-da menga hozir. 30 ming so'm yetmayaptimi? Topdingiz, 10 ming bor ekanda, yo'q? Mana zdachingiz kerak emas. Rahmat. Qo'ying-a quda. Ortmi? Jiyan rahmat. Ma. Endi shu jiyannikidan ham urib qolmasdan bering oxirigacha shuni. Ha, zdachini olib chiqadi sizga. Kerak emas zdachi. Salomat bo'l jiyan, rahmat. Rahmat amaki. Yaxshilab yemadingmi? Yamadim. Bo'ldi. Kelib turinglar amaki. Mayli. Bu chakeyni bosmabdi-ku. Mana Abduqodirni 1 oylik topgan puliga O'pka, 10 ming qoldi. 30 ga yamingiz ekan safar.
Hajiyan, nech pul? 6000. Qarang, 1 soat istaganka 6000 qarang, 6000 qarang ya. Bu 24 soat tursak bir kunda 144 ming bo'ladi. Qarang, ne hisoblayapman. Kuniga qancha topyapti-da bular? Qarang, ana endi 1 yilda qarang 365 ga ko'paytirsangiz 52 million 560 ming bo'lar ekan. Xudo qarang. Kalkulyator. Ana 20 yoshlik Abduqodir Husanov bir oyda 406 milliard topyapti. Qarang, so'mda qarang. 406 milliard. 406 milliard so'mga mana men sizga hozir hisoblab beraman. Agar biz stankada turadigan bo'lsak, soatiga 6000 dan 7724 yil turar ekanmiz. Voy, u odam tugur, u mashina ham chirib ketadi, temir ham chirib ketadi-ku. Mayda pulingiz bormi? Stankaga berib yuboring. Ke, u vulkanizatsiyaga borsang 10 ming berar ekan, seni olib ketdi desa, berib yuboradi, hamma. Ha, gapiradi, eshitadi bular. Ko'ryapsizmi? 10 ming gapirtirishini? Xudo. Bo'p ketdingiz-ku, paskuda. Soqoli gapirtirib yuborsiz, 10 mingga. Abduqodir ham gapirtira olmaydi bularni. Mana Abduqodir 2 oylik puliga. Ha. Menga qarang, Xudo. Polli bag benzin nech pul bo'lar ekan? 500 mingga bo'lib qoladi. 500 ming, ha? Bunday hisoblab chiqsam, Abduqodir Husanovda 1 oylik topadigan puliga 812 ming marta polni bag qo'ysa bo'ladi. Voy, bu benzin zavodi sotib olgan yaxshi kundan ko'ra. Menimcha u ham shunaqa qilsa kerak. Kim 812 ming marta zapravka qilib yuradi? O'shadi. Jiyam, bu yoqqa qara. 92 polni. Abduqodirdan qaytimiz-ku. Unda hozir benzinni qo'ygandan keyin to'g'ri bozorga kiramiz yo'l-yo'lakay. Bozor qilib keyin o'tibsiz tashlaymiz. Kechqurun deb tosh qilamiz. Kim bo'lib bugun Abduqodirning o'yini bor. Problemi yo'q. Shunga men bozor vokzal qilib yuramizmi endi? Ishda. Jiyam bo'ldingmi? Bo'ldi, salomat bo'lgin. Direktoringga aytasan, akam kelib ketdi deysan, xo'pmi? Charchama. Meni taniydi bular. Bilib qoldi, qizim. Mo'ylovlikda pul ko'p bo'ladi o'yladi. Olma olmaymizmi? Olma deb qo'yibdi oti bilan. Olma degani. Olmani olma. Ha, olma degani. Agar olgin deganda bular. Olmang, singlim, yaxshimi? Yaxshimi? Guruch olmaymizmi? Guruchga qarayaptimi deysiz? Siz kimga qaradi Yo, men noxatga qarayapti, o'zim noxatga qarayapti. Noxatga guruchga qaradim. Siz hisob kitob cho'tka ekan. Dahshat hisoblar. Savol bor-da. Qani kelib qolinglar, 7 kelib kere qolinglar mana. 8 nechi bo'ladi? Yo, unaqa karrani bilmayman men. Karra bilmaysizmi? Pul aralashsa, lekin pulga luboyni hisoblayman. Ha. Yo, Xorbek, assalomu alaykum. Xo'ja aka, kelinglar, nimalar beraylik? Chesno nech puldan? Chesnovni kilosi 50 ming so'm, donasi 5 ming so'm. Qarang, kilosi 50 ming so'm. Agar mana shu 1 kilo chesno 50 ming bo'ladigan bo'lsa, Abduqodirni 1 soatda topgan oyligiga 10 tonna chesno olsa bo'ladi. 10 tonna. Stadion hidlanib ketadi. 10 tonna chesno. Ya, endi olamiz demayapman, misol uchun deyapman. Mana masalan, piyoz nech pul? Piyozni oddiy piyozimiz 5 ming so'm, oq piyoz 10 ming so'm. Xo'p, pushti piyozlarimiz 9 ming so'mdan xo'ja. Qarang, mana shu piyozdan qarang. Abduqodirni bir maydonga tushib 10 minut yugurgan puliga pasti bir 10 tonna piyoz olasizda. 10 minut yuguradi 10 tonnaga. Piyoz bosib ketadi. Hamma yo'q. 90 minut yugursa bormi? Voy, unda bitta somsaxona ochib qo'ysam bo'ladi, setovoy qilib qarsilatib yuradi. Kartochka nech pul? Kartochkamiz xo'p 7 ming so'm, 7 ming so'm, 8 ming so'm. Qarang, 8 mingligidan olganda ham bor. 1 minut yugurgan puliga bor.
ancha-muncha joyda kartoshka bozor qilyapti Abduqodir. Yomon topyapti. Kartoshka to'ldirib yuboradi hamma. To'ldirib yuboradi hamma joyda. Tonna bo'lib ketadi. Men qarang biz Abduqodirni pulni hisoblab yuraveramizmi yo bozorchilar ham qilamizmi? Yo'q, so'raylik, hozir savdolash kerak, bozor aylanish kerak, Ya to'g'rimi? bozorda hamma narsa bir xil. Bularning joyi har xil xolos. Narxi bir xil. Bir xilmi? Ha, piyoz berasiz, kartoshka Xo'p, berasiz, bo'ladi. sabzi berasiz, chesnok berasiz. Hisob beradi. Ha, keyin oxirida hisobni berasiz. Abduqodir hisob kitob bilan beraymi yoki o'zimiz hisob kitob bilanmi? Yo, biz so'mda topamiz, Abduqodirga hisoblamaymiz, xo'pmi? Bularni full sterling o'tsa-da. Qarab Xo'p, bering. bo'ladi. Iloji bo'lsa pastroq qilib shu bunyodkorni oyligini qilib beravering, pastroq. Xo'p, bo'ladi. Iloji bo'lsa to'palang sho'rtanlarni, futbolchilarni inobatga olib bersa ham mayli. Pastroq arzonroq qilib beravering. Mo'ylov bilan mana do'ppiga ishonmang, holat juda chataqlayveradi. Qani, kelavering quda. Ha, keling. Endi hozir uyga kirgandan keyin o'zim bitta osh qilaman. Ha. O'tirib ikkalamiz futbol ko'ramiz. Bugun Kakras Arsenal bilan Manchester City'ni o'yini bor. Abduqodir bugun tushadi asosiyda. Tushsa ish qilib tushadi. Aniq shuni bilib olaylik. Tushsa Yo'q. kirima, yo'masa Xudo men sizga ertalabdan bir uni oyligini nima hisoblayapman, iye. Yiliga 3,5 million yevro oladigan bola o'zi futbol o'ynash uchun o'tgan bo'lsa, uni 1,5 soatni o'yinga qo'ymaydimi, Xudo? 1,5 soat, 1,5 soat o'tiramizmi? Hozir ishqilan mashinam qolib ketdi, yana o'g'ri-po'g'ri o'g'irlab ketmaydimi deyapman-da. Sizning mashinangizga kim tegadi? Balon bizda-yu. Balon yo'q ketgancha. Hozir ko'rasiz, Arsenalni yomon yutadi Manchester City. Abduqodir o'zi kamida bir 5 ta gol uradi, 5-1 ga Manchester City yutadi. Yuring. Kuyov uydamli, kuyov. Nima bo'ldi kuyov? Lekin ishda yo'q. Namcha qo'rqasiz? U sizning kuyovingizmi, siz uning kuyovimisiz? Qizim uyda bo'lsa kerak, Ha, menimcha. shu yerda keling, yuravering. Bozorlik kuyovimiz ko'rsin deyman-da endi. Ha, bu meni bozorligim. Xudo desam yomon Ha, qilaysiz. yo'q, sal qolganda esimdan chiqib ketdi. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda Uzun ko'ylak jononima ozor bermasan jonima chaqirganda kel yonima Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda